Do'stlar, qaranglar, sotda ofislarni qilganmiz. 5 bola betonga, 5 bola buildingga Farg'ona shahrida. Endi farqini solishtiringlar. Narxida ham farq bor, to'g'ri. Lekin bu do'konimiz nari tarafga qo'yilgandi, uylar qurilayotgan joyiga. Bu yoqqa ko'chirib o'tishibdi. Do'konni akkuratni ko'chirishibdi. Do'konni shunday mebel sebeli bilan sotuvchi potuvchilari bilan bemalol ko'chirsa bo'ladi. Qachondir ko'chiradigan bo'lsa. Va ko'chma ofisda yaxshi tomoni uylar qurilib bitgandan keyin istalgan payt boshqa uylarni qurish boshlaganda ko'chirish mumkin. Shu tomoni qulay. Shuning uchun quruvchi akalarimizni ham bizga qo'ng'iroq qilib, Farg'ona va Samarqandda filiallarimiz bor. Ko'chma ofislar tayyorlatishni tavsiya qilaman. Buni yutkizmaysiz-da. Misol manaqa qilinganda buzib ketasiz. Kamida 50% yutkazasiz-da, ish haqi, material hisoblaganda. Buni 100% boshqa joyga ko'chirib sotuvingizni amalga oshirishingiz mumkin va 5 bola building bilaman Farg'ona vodiysidagi, Farg'ona shahridagi eng halol sotuvchilardan biri. Shuning uchun uy kerak bo'lsa ham bular vaqti shahar qurishyapti hozir. Marg'ilon Farg'onada. Bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Narxlari ham juda ham cho'ntay bor. O'zimiz akalarimizda korxonasi.